Ya Allah, 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 Ya Allah. Şəri siyasətinin birinci əsasının meyğiz şu ki, şəri siyasətini icra qılğıcı əhkam ayətlərinin bizdən faqat səmən və taatan anladıq və itaat qıldıq degəndən başqası tələb qılınmaydigan caylarını biliş. İkincisi, əhkam ayətlərinin ictihad tələb qıldığan yeri. Şundaqla bu ictihatның alimlərinin fərqli göz qarashını öz içiga alğan halda kuch bilan icra bo'ldiganligini bilish tərəfi. Hamda şəri siyasətinin ikinci əsası vaqiəni biliş. Aziz qardaşlar, şəri siyasət alimlarga vaqiəlikni, yəni reallıqni bilishni şart qilishi, hamma odam reallıqni bilib bilmaydi. Özünü bilim əhli yoki boshqa tarafidan siyosiy analizchi deb qaralgan kishining reallıqni bilmasligi sabab bilan qanoat dalilini qo'ya olmay, qalsa kelgan faraz bilan o'zini xalqni xato tushunchaga keltirib qo'ydi. Misolga aytaylik, qanchalikimiz Urumchi voqeasining haqiqatini bilamiz. Urumchi voqeasi Xitoy o'zsiz bo'lgan territoriyachilikka ikki tarafning g'alabasi, bir tarafning Uyg'ur mag'lubiyati, shundoqla mag'lubiyatiga tan bermay pichoq bilab turgan jarayondir. Jiang Zemin bilan Hu Jintaoning ziddiyati Wang Laochuanning siyosiy kengashga a'zo bo'lishi bilan texnik ulg'aydi. Shundoqla Hu Jintaoning vazif o'tish vaqti oxirgi chekka ham yetib qoldi. Wang Laochuan Jiang Zemin va Zhu Yongkang tarafdori. Hu Jintaoga shu narsa aniqki, Wang Laochuanni ilvatmay turib, Jiang Zemin tarafini yig'ishtirishga bo'lmaydi. Shundoqla bu masalaning ochiqishi, boshqasi emas, nima uchun Wang Laochuan oldi bilan vatanimizning o'rnini bekitadi. Vatanimizni davlat deb o'ylaydi. Chunki har qanday davlatda bo'lgan jo'grafiyalik chegara bizda mavjud. Iqtisod bir davlatning qon tomiridir. Vatanimiz zaminning ostiga va ustiga joylashgan neft, gaz, ko'mir, uran, oltin qatorliq metallar bizdan chegaralanadigan har qanday bir davlatning kuchlik. Mana bu zaminga Wang Laochuan Jiang Zemin tarafdorlarini orqtira qilgan holda boshqurdi. Hu Jintao biz bilan chegara bo'lgan davlatlar bilan aloqa qilishda Wang Laochuan va uning tarafdorlaridan ag'ilib o'tolmaydi. Eng muhimi vatanimizning boyliqlari Jiang Zemin tarafdorlarining qo'lida. Mana bular mushu boyliqlar orqali o'zlariga tarafdor to'playdi. Urush qoidasining prinsipi shuki, har qanday bir davlat, ya'ni bir davlat urush qo'zg'amoqchi bo'lsa, oldin bilan shu davlatning iqtisodini kesadi. Albatta boshqa sabablarim bor. Shuning uchun Wang Laochuan, boshqasi emas, dal Wang Laochuan. Vatanimizda ig'ir etnik ziddiyat mavjud. Millatlar ittifoqi. Millatlar ittifoqi degan nima? Men uchun aytganda bu bir vaqt isrofchiligi. Vatanning chig'imda har kuni atdiganda bombatdan keyin toq yuguradigan odatim bor edi. To'satdan bu yerga askarlar paydo bo'lib qoldi. Biz bu tog'ni Giltog deymiz. Kichik vaqtimda bu yer kichik tipdagi askar baza edi. Keyin bu bazni Bayim bo'lib butunlay o'tkab ketgan. Keyin Hu Jintao biz bu yerga etlim qurish sababi bilan keldi. Shuning bilan tushundimki, yiliq tuyuqsi paydo bo'lib qolgan askarlar Hu Jintaoning maxsus askarlar ekan deb qanoat qildim. Shunda Hu Jintaoning biz bu yerga etlim qurish sababi bilan kelishi normal. Lekin uning yana qancha vaqt o'tdi, esimda yo'q. Ikkinchi qitim yana biz bariyerga kelishi bu benormal. Mush vaqtning oldikenda Xitoyning tikuvcharlari Kuytunning harbiy bazasidan qo'zg'alib, Udul Bayim bilan qarab uchidiganligini ko'ratdim. Bular ichida nimalarni planlayotdi, bu bir tarafga bizga qarang'u, lekin sirt ko'rinishi benormal. Alloh subhanahu va taolo eng uch ko'rdigan 3 toifa bor. Buning birinchisi yolg'onchi podshoh, ikkinchisi kambag'al takabbur, üçüncüsü qiyriğini qarmay fahish qilgan buvay. Xitoy jamiyati yolg'onchilikqa, sunnilikka, shuhratparastlikka to'lgan bir jamiyat. Xitoylarga yolg'onchilikning naqadar umumlashib ketishligi asosiy omil shuki, bu islomdagi xalq podshohining dini bo'ladi degan qoidadir. Shuning uchun bir-birisiga ishonmaydi. Yuragi qitib qordab ketgan. Huquqqa, shuhratparastlikka yetish uchun har qanday ishni qilishni yanmaydi. Xitoylar uchun aytganda siyosat degan bu so'z qon temib turadigan iboradir. Chunki sen uni yo'qotmasang, u seni yo'qotadi. Hu Jintao tarafining suiqasdi Shogandan boshlandi. Bu suiqasd boshlanishdan burun bir ishni qo'shimcha qilib qo'yay. 2008-yilda Beijingda olimpik o'tkazishdan burun Xitoyning siyosiy markazi bo'lgan Beijingda shundaqla Hu Jintao riyosatligida saylam o'tkazayotganning shu kunida Tibet, Ko'knur, hozirgi Qinxay, Kangsu, hozir Gansu qatorliq joylarda Xitoyga qarshi umumyuzlik qarshi ko'tarilib ketdi. Mana bu joylar bo'lib Tibet Hu Jintao tarafdorlarining ta'sir doirasi kuchli joylar.
Jiang tarafning buningdagi rol qanchalik bu to'g'risida to'xtalish maqsadim emas. Tibetlarning mushu qarshiligidan Xujinto tarafining naqadar passiv urush ekanligini ko'rsak, yana bir tarafdan Jiang tarafining tashabbuskor urush o'tganligini bayqay olamiz. Bu ikki taraf ichida nimalar kelishdi, bu bizga qarang'u. Tibet bostirildi, lekin o'zini ko'ydirish to'xtamadi. Jiang tarafdori bo'lgan Wang Lachan tarafdorlarining qo'llashi bilan raqobat ostida Markaziy siyosiy kengashining shuro a'zosi bo'lib kirdi. Endi Jiang taraf qolgan ishlarini vazifa o'tash muddati 2 yil qolgan Xujinto taxtdan tushgandan keyin boshlash o'ylagan bo'lsa kerak, lekin kutish ba'zilar uchun foydali, ba'zilar uchun ziyonli bo'lsa kerak. Shu narsa o'zimga oydinki, kindiq qilim to'kilgan vatanimdan dinimni elib qichish uchun hijratimni hukumatning siyosati o'zgarib qolsa pasport olib chiqib ketarman deb xam xiyol qilib kutgan bo'lsam edim, bugungi kunda men yo turimda yo yerning ostida. Xujinto taraf endi harakat o'tmish bo'lmaydi. Agar Xujinto o'z tarafdorlari bilan Jiang tarafdorlarini yo'qotmasa, bugungi kunda Jiang tarafdorlarining Tuz Karol matki soldatlari hisoblanadigan Juyinkan, Goboshung, Shusayxu, Boshre, Wang Lachan deganlarning ko'rgan kuni va axborot vositalarida tilga ilingan odam deyishni nomus qilgan nomussizliklari kelgusida o'zlarining o'ltirish, qamoqqa ilinish, abdi bashisining butun xalq olamga ichilish bilan oxirlashadiganligiga bular shak qilmaydi. Amla shuki, bu har ikkili taraf shayton. Shayton olamlarning parvardigorining amriga osiylik qilib, takabburlik bilan shundoq dedi: "Men unidan ortiq, meni o'tdan yaratding, uni loydan yaratding", dedi Allah. "Sen jannat yo'qol, sen haqiqatan qo'g'landi bo'lding. Sana haqiqatan qiyomatgacha mening la'natim bo'lsin", dedi Iblis. "Parvardigorim, menga xaloyiq tiriladigan kun, ya'ni qiyomatgacha muhlat bersang, ya'ni meni hayot qoldirsang", dedi. "Jazban sana ma'lum vaqtgacha muhlat berildi", dedi. İblis aytdi: "İzziting bilan qasamki, ularning hammasini cho'qim ozdiraman. Ulardan faqat tanlangan bandalaringlar bundan mustasno. Ya'ni ularni ozdira olmayman." Allah aytdi: "Mening so'zim haqdir. Men haqni so'zlayman. Sen bilan va ulardan sana agashgan hammasi bilan cho'qim jahannamni to'shqizman." Aytdimki, Allah tarafdan kelgan vahiyni tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Ben Kur'an'ı iftira qilguvchilardan, ya'ni yolg'ondan to'quvchilardan emasman. Kur'an faqat jahon ahli uchun vaz nasihatdir. Bir muddatdan keyin uning rostligini cho'qim bilsizlar. Shayton insonni ozdirdiganligi bilan qasam qilyapti. Shayton faqat o'ziga agashganlarni ozdirdi. Mana mushu shaytonga agashganlarning asosiy belgisi shuki, bular iblisning kibr xususiyati bilan xarakterlangan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundak deydi: "Kalbide zerre kibir bo'lgan kishi jannatga kira olmaydi." Shundaqla bu kibir Allah subhanahu wa taoloning ridosidir. Qandoq bir kishi Allah subhanahu wa taolodan buni talishdi ekan, Allah subhanahu wa taolo uni xor qilib o'tadi. Shayton Musa alayhisalomga shundoq dedi: "Ey Musa, Haq subhanahu wa taolo seni payg'ambarlikka va o'zi bilan bevosita so'zlashga tanladi. Menmi Allah Haq subhanahu wa taolo yaratgan mahluqotlarning birisiman. Allah'ın parmağını xilaf qilib asi bo'ldim. Shuning uchun Allah Haq subhanahu va taologa desam, men o'z gunohimga tövbe qilmoqchi." Shuna Musa alayhisalom igiz bir taq o'rlab shaytonning so'zini Allah subhanahu va taologa yetkazdi. Shuning bilan Allah Haq subhanahu va taolo Musa alayhisalomga: "Amsa shayton tövbesi qabul qilingan qadar odamning qabrisiga berib sajda qilganicha tursin." Şunun bilan Musa alayhisalom bu so'zni shaytonga yetkazganda, shayton g'azabdan: "Men odamning tirikligida sajda qilmadim yo, uning o'lkiga sajda qilamanmi?" deganicha, "Ey Musa, sening men uchun Alloh subhanahu va taoloning oldi qadam besib, mening haqqimda so'zlab qo'yganing uchun 3 ishda ogoh bo'lishinglarni tavsiya qilaman. Bu 3 ishni inshaalloh o'z o'rnida deymiz." Xuddi Bani Isroilning gunohi tufaylidan Mo'zay ularning qalbidan o'rin olib, Mo'zayga cho'qingandek, bu Xitoy Karol soldatlarining qilmishlari tufaylidan qalbiga huquqi bo'lgan cho'qinish, kibr, shuhratparastlik bularni har qanday ishni qilishdan yonmaydan qilib o'taylik. Uning kibri uni oshning oldiga boramsan, oshning yolvoramsan deb to'sidi. Huquq bo'lsa, sen huquqni ayrilib qolsang, hammadan ayrilasan. Shundaqla raqiblaring tarafidan turmaga tashlanib yoki o'ltirilib xalq olamga abdi bashang ichiladi deb qo'rqitdi. Shuhratparastlikni demasakmi bular? Bular maqsadga yetish uchun bu davlatning birligi, xalqning aminligi, ozning qurbonlik berib, ko'pni saqlashning qoidasi,
uzoq tinch yashashning kapolati degan yaltiroq shiorlardan shu ojiz bichora siyosatning nimligini bilmaydigan begunoh fuqarolarning qinini tomoq sho'rgandek sho'rab aroq ichgandek ichidi. Balki bu raqiblar bir-birisidan qattiq qo'lliqda, rahimsizlikda basishidi. Shunday qilib Xo'jinto taraf Jiangzemin tarafga siyosatning shafqatsizligini o'rgatmoqchimi? Balki men sen uytayda pichqin ilib o'zining operatsiyasini Shogundan boshladi. Madamiki uyda kompyuter barli oila bo'ldikan, bu Shogunning ko'rinish paydo bo'lib qoldi. Shundaqla bu ko'rinish vatanimizning janubi va shimoliga pur ketdi. Jiangzemin taraf Tibetga irqiy ziddiyatni o'zining 5 barmog'ini bilgandek bilsa, Xo'jinto taraf bizning vatanimizga irqiy ziddiyatni o'zining farzandini to'nigandek to'niydi. 7-ayning 5-kuni qizil bayrog'ini ko'tarib, ko'p sondagilar o'quvchilar bo'lgan namoyish to'pi xalq maydoniga qarab ilgiladi va to'xtadi. To'yuqsiz bir qora mashina paydo bo'lib, o'ltir bu Xitoy deganicha mashinadan tushib, urchoqni boshlayapti. Pilik o't tutashdi. Urumchidan hamma tarafi urush, chiqish, o't qo'yish, o'ltirish. Xabarda 200 ga Xitoy o'ltirildi dedi. Balki oz deganda 2000 Xitoy o'ltirildi. Xalqimizdan Xitoyni o'ltirganligidan qanchalikmi shaklanmanglar. Lekin bunchalik ko'p Xitoyni bizning xalq o'ltirmaydik. Balki Xo'jinto tarafning istixborot odamlari minglab Xitoyni o'ltirdik. Nima uchun? Nima uchun Xo'jinto taraf bunchalik ko'p Xitoyni o'ltirdi? Shu narsa Xo'jinto taraf ayonki, Xo'jinto taraf emas, balki hamma odam ayonki bizni bostirish oson. Lekin buni Xo'jinto taraf xohlamaydi. Agar biz Shogun suiqasdiga qarshi chiqmagan bo'lsak edik, yana bir qitim Shogun voqeasi uningdan ichinchiq bo'lib o'ttirib chiqar edi. Shuning o'xshash Xitoylar bizga qarshi qo'zg'almasida 2 minglab emas, balki 10 minglab, 100 minglab Xitoy o'ltirildi. Chunki bu Xitoylar Xo'jinto tarafning mahs ketishdagi qurbonliqlari. Shundaqla bu Xitoylar o'zining yurtida bu davlatga yuk bo'lib bizning vatanga ko'chirib akelgan qimmat yo'q Xitoylar. Xabarda 200 ga yaqin odam o'ldi deb uqtirish mulohiza bo'yicha ikkala tarafning manfaatiga uyg'un. Vanglachan tarafcha aytganda necha ming odamning o'lganligini e'lon qilish o'zining mavjudiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatish bilan birga o'zining tarafdori bo'lgan Jiangzemin tarafmi bu ishlarni Xo'jinto tarafdan qilayotganligini bilsimi vaqtincha bilmasilib, ishni pek cho'ngaytib o'tmay oldi bilan bu ishlarni bizga bog'lab turib umumiy vaziyatni bestirib bo'lgandan keyin ondan ikkinchi qadamni bosim kechikmaydi. Xo'jinto tarafcha aytganda bir tarafdan Xitoyni o'ltirib, ularni qo'zitib, vaziyatni qalamqalashtirish bilan birga bunchalik ko'p odamning o'lganligi axborot vositalarida aytilsa, kelgusida o'z tarafdorlarining surishtirilib kelishidan, qattiq va'da qasam kapolat ostida xizmat ustiga olgan qotillarning pash bo'lib, o'z ichidan ixtilof bo'lishidan ham ansiradi. Chunki bu to'zoqni o'zdir qurgan. Shuning uchun bularmi bu suiqasdni bizga gap tinchiqtirib o'tmoqchi. Haqiqatan Xo'jinto taraf hammamiz o'ylagandek biz turildik. Qattiq quturtish, qo'llash ostida Xitoylar ko'chiq chiqdi. Bu Xitoylar o'zining nima uchun o'tira chiqib qolganligini mumkin bugun qadar bilmish kerak. Albatta ochiq. Dal Xo'jinto tarafdoriga kerak bo'lgani mana shu ochiq. Mayli bizning ochiqimiz bo'lsin, mayli Xitoyning ochiqi bo'lsin, bu ochiq bilan Jiangzemin tarafdorlarini yo'qotgan bo'lmaydi. Lekin bu ochiq Xo'jinto tarafdorlariga zo'r. Bu ochiq Xo'jinto tarafdorlar shuning uchun kerakki, bular mushu qalamqondarchilik vaziyat orqali maqsad ketishning ochiqish bo'lgan vaqtni qo'lga keltirish. Mana shu vaqtda Lanjo askari rayonidan vatanimizga qarab buyruq bo'yicha to'xtamasdan Urumchini nishon qilib kelgan askari mashinalar Ulanbay kelguncha ma'lum kelgan xabarda 200 mashina buzdiqdi. Mana shundan bilan bularning naqadar ko'p askarlar ekanligini ko'rib olgani bo'ladi. Agar 10 mashinadan birisi buzildi degandimi, askarni liq besib Ulanbayga yetib kelgan mashina 2000 bo'ladi. Mana bu askarlar Jiangzemin tarafdorlari oldi to'slab 3 kungacha Ulanbaydan o'tkazmaylik. Shu yerda bir necha nuqtani mulohiza qilamiz. Birinchi, Urumchidagi varan-churing bilan Jiangzemin tarafdorlarini yo'qotqil bo'lmaydi. Hech kim shak qilmaydi. Lanjodagi askarlarga buyruq bergani Xo'jinto. Mana shu markazning buyruqi bo'yicha yetib kelgan askarlarni Ulanbayni o'tkazmay oldin to'silishmi oz kuch emas. Lekin Xo'jinto tarafdan bu askarlarni Ulanbaydan o'tkazishdagi niyati kaskin. Chunki bular namoyish, qarshilik deganga o'xshash harakatlarni maqsad etishga vosita bildi, hargizmi asos deb qaramaydi. Agar bular namoyishni maqsad etishdagi asos deb qarasa edi, Xitoy tarixi bugun qadar ko'rib baxmagan butun Xitoyni qoplagan 89 yildagi namoyish Xitoy tarixini qaytadan yozib chiqsa bo'ladi.
Bular Moğuzdongdan hakimiyet namoyishdan chiqdi deb emas, balki hakimiyet miltiqdan chiqdi deb o'rgangan. Shuning uchun Xo'jinto tarafning askarlari Ulanbaydan o'tish kerak. Shundaqla bu ikki tarafning g'alaba yoki mag'lubiyatini oylaydigan halqiliq qadam. Mushu qadamni g'albilik bosolmasa, Xitoydagi qurolli qismning huquqini changal tutib turgan Joyinkang, Xitoy davlat mudofaa ministri Goboshong Xo'jinto taxtdan tushgandan keyin shura a'zosi bo'lib kirish nomzodi bo'lgan Boshilay va turmada o'ltirgan Shusayxu qatorliq Janzaminning tuz qarol soldatlar ko'rgan kunni Xo'jinto o'zi ko'rmagan holatda nafarlarning ko'rdan aniq. Shuning uchun qanday bo'lmasin bu askarlar Ulanbayni o'tish kerak. İkinchidan, Lanjodan qo'zilib Ulanbayni qoplab turgan bunchalik ko'p askarlarning mavjudligi ichki qismdan, ya'ni vatanimizga Xo'jinto tarafdori bo'lgan amaldorlar va askarlarning ro'yoltini ko'tarib, bularning tashabbuskorligini oshirib, ichki va tashqi jihatdagi mas'ullikni ishga oshirdi. 3. Amerika. Bu shaxsan farzim. Amerikaning bu ishda sherikchilik bormi dalilim yo'q. Lekin 2009-yilda Amerika va NATO bo'lib Afg'onistonda turayotgan askarlarning soni taqriban 100 mingdan ko'p. Xo'jinto bunchalik ko'p askarni bizning vatanga yo'tkimisimi? Joyinkang va Vanglochanning askar va qurolli qismlari Urumchi emas, balki xili ko'p yerlarni bostirishga ketadi. Lekin Xo'jintoning buning bilan ishi yo'q. Qanday qilib bo'lmasin askarlarni o'tkazish albatta bunga bana lozim. Şu sebepten